Uzun PHP dersiga 17 qism PHP hujjat mashg'uloti. Birinchi bunun asosliq bu 5 funksiyani so'zlab o'tamiz. Birinchisi hujjat ichish. Bunda if open funksiyasi orqali mashg'ulot olib boramiz. Hujjat etish bunda if close funksiyasi orqali mashg'ulot olib boramiz. Hujjat oxir tekshirish bunda f funksiyasi orqali mashg'ulot olib boramiz. Hujjat uzunligi aniqsiz bo'lgan sonliq uchurga nisbatan qo'llanishchanlikni yuqori. Quruvchi hujjat o'qishda if gets funksiyasi orqali mashg'ulot olib boramiz. Ishlatgandan keyin hujjat strilgisi keyin quruqqa yetkazildi. 5-chi harf bo'yicha hujjat o'qish buningda if gets funksiyasi orqali mashg'ulot olib boramiz. Ishlatgandan keyin hujjat strilgisi keyin harfga yetkazildi. Amaliy misol qaraydigan bo'lsak, funksiyada bu yerda bir welcome txt degan hujjatda masalan mazmun bo'lgan bo'lsa, avval bu if open buyruq orqali bu hujjatni o'qidik. Agar bu hujjat mavjud emas vaqtda bizga bu hujjat mavjud emas degan uchurni ko'rsatmasin deb xatolikqa hukm qilish uchurini qo'shib qo'ydik. Anadan keyin bu hujjatning oxiriga davomlashqicha deb bir void buyruq jumlasi ilib, buningki bu if gets as ya'ni shu qur bo'yicha o'qib har bir qurg'a bir qur tashlash belgisi qo'yib, mush bo'yicha o'qib mansun, ama oxirida hujjat as-sun degan ma'qul buyruq. Tikma kodga qaraydigan bo'lsak, buningki unumi ya'ni dal bizga welcome txt ning ichidagi mazmunni ma'qul holatda bizga o'qib berdi.